Rossiya dunyodagi eng katta mamlakat. U 17 million kvadrat kilometr hududni egallagan. Shamollar hukmronlik qiladigan janubdagi yaylovlardan tortib, to shimoldagi qalin o'rmonlargacha, sovuq dengizdan to Arktika sohillarining yaydoq tundra hududi qadar yastangan. Sayyoramizdagi eng katta o'rmon va eng chuqur ko'l Rossiyada joylashgan. Bu mamlakatning yovvoyi tabiati nihoyatda og'ir sharoitlarda yashashga ko'nikkan g'oyat xilma-xil hayvonlarga boy. Yer yuzidagi eng ulkan qo'riqxona deb atash mumkin bu joylarni. Rossiyaning yovvoyi tabiati. Rossiyaning eng chekka nuqtasida Sibirdagi Baykal ko'li bilan Tinch okeani oralig'ida uzoq sharq yastangan. Uning maydoni 6 million kvadrat kilometrdan ziyod. Hindistondan 2 barobar katta degani bu. Poyonsiz va cheksiz o'rmonlar ichra top-toza daryolar oqadi. Sayyoramizni anchayin kam o'rganilgan bu hududining janubiy chegarasida antiqa bir o'rmon yastangan bo'lib, unda yer yuzidagi eng noyob hayvonlar yashaydi, o'simliklar o'sadi. Bu yerda subtropik iqlim jonzotlari, masalan, uzoq sharq qoploni, Himoloy ayiqlari, Amur yo'lbarslari, shimolning anchayin bosiq sut emizuvchi hayvonlari, qo'ng'ir ayiqlar va chipor bug'ular bilan yonma-yon yashaydi. Uzoq sharqning janubiy qismi biologik xilma-xilligi, iqlimi mo'tadil mintaqalar ichida eng boy hisoblanadi. Pinhona saltanat. Primorye o'lkasi Rossiya uzoq sharqidagi hudud. U g'arbda Xitoy va janubi g'arbda Shimoliy Koreya bilan chegaradosh. Ayni chog'da bu o'lka eng katta okean, eng katta qit'a bilan to'qnashadigan joyda yastangan. Uning antiqa noyob ob-havosi aynan shu bilan izohlanadi. Qishda bu yerlar juda sovuq bo'ladi. Yanvarda havo 20 darajagacha sovib ketadi. Bahor kech boshlanadi. Keyin esa qisqa muddatli nam yoz fasli tashrif buyuradi. Ob-havo 23 darajagacha iliydi shunda. Kuz uzoq sharqning eng go'zal fasli ekani shubhasiz. Sentyabr oxirlarida Primorye o'lkasi o'rmonlari keskin, quyuq turfa ranglarga bo'yaladi. Ammo bu uzoqqa cho'zilmaydi. Oktyabrning o'rtalariga kelib, kuz tugaydi. Ko'plab daraxtlar bargini to'kib, hayvonlarning yashirinishi uchun joy qolmaydi. Chipor bug'ular asosan tunda faol harakat qilishiga qaramay, ba'zan kunduzlari ham ko'rish mumkin ularni. Terisi kashtan rangidan yorqin kulrang tusga kirdi. Ola chipor dog'lari bazo'r ko'rinadi. Qishki o'rmonda berkinish oson bo'ladi shunda. Chipor bug'ular hamisha hushyor.
O'rmon xatarga to'la. Shuning uchun ziyrak bo'lishga majbur ular. Rossiyadagi eng yirik yirtqichlardan biri ovga chiqdi. Amur yo'lbarsi o'z turdoshlari ichida eng yirigi hisoblanadi. Vazni 127 kilogramm bo'lgan mana bu urg'ochi yo'lbars kuniga hech bo'lmasa 8 kilogramm go'sht yeyishi kerak. Bug'u go'shti esa uning eng xush ko'rgani. O'ljasini ta'qib etarkan, yo'lbars atrof rangiga uyg'unlashib ketishi kerak. Terisidagi yo'l-yo'l chiziqlar yo'lbars gavdasini deyarli ko'rinmas qilib qo'yadi. Bug'uni quvib yetolmaydi u. Shuning uchun to'satdan tashlanib qolishga zo'r beradi. Ammo chipor bug'larning hid bilish qobiliyati juda kuchli. Ko'zi o'tkir, qulog'i o'ta yaxshi eshitadi. Yo'lbars yovuz yirtqich, biroq uni ham hamisha ovi baroridan kelavermaydi. Faqat 10 ta urinishdan bittasidagina o'ljaga ega bo'ladi ular. Afsus. Bug'u go'shti bu yo'lbarsga bir haftaga yetgan bo'lardi. Ammo yo'lbars chekinishni istamaydi. O'rmonda boshqa yemishlar ham bor. Yo'lbars bu yemish o'ljani tepadan va yerdan izlay boshlaydi. O'rmon xazonlari ichra ko'rinmasdek tuyulgan mana bu bedananing og'irligi atiga 85 gramm keladi. Ammo urg'ochi yo'lbars shu arzimas yemishni ham nazardan qochirmaydi. Yo'lbars o'zidan bir necha barobar katta hayvonni ham o'ldirishga qodir. Ammo juda och qolgan paytda qushlar, kemiruvchilar, baliq bilan ham qanoat qilaveradi. Bedananing qochishga imkoni yo'q edi. Amur yo'lbarsi bir varakayiga 40 kilogrammgacha go'sht yeya olishi mumkin. O'z vaznining 5 dan 1 qismi degani bu. Bunday arzimas yemish bilan uzoqqa bora olmaydi. Ammo kuch-quvvat to'plab ovni davom ettirishi uchun darmon bo'ladi shu ham. Rossiya uzoq sharqining bepoyon o'rmonlarida hayvonot va o'simlik olami qattiq qahrli, uzoq cho'ziladigan qishga hozirlik ko'rmoqda. Bu degani ular imkon boricha ko'proq va tezroq yemish yeyishi hamda xavf-xatardan yiroq bo'lishi kerak. To'kilgan barglar orasida qurbaqa deyarli ko'rinmaydi. Kunduzi berkinib o'tiradi u. Kech tushgach esa ovga chiqadi. Uzunligi atiga 10 santimetr keladigan ushoqqina bu ovchi juda ochko'z.
U hasharotlar, shilliqurt va chuvalchang bilan oziqlanadi. Beso'naqay harakati esa boshiga balo bo'ladigan ko'rinadi. Yo'lbars suvilon ham yemish izlab chiqqan. Qurbaqa suvilon uchun ayni muddao bo'lardi. Tili yordamida suvilon havoni hidlaydi. Hech nimani payqamayotgan o'lja yirtqichga e'tibor bermaydi. Suvilon hidga qarab sudralib boraveradi. Va nihoyat qurbaqani ko'radi. Qurbaqaning ham o'ziga yarasha himoya tizimi bor. Ko'zi va qulog'ining orqasidagi bezlar yoqimsiz modda ajratib chiqaradi va u ko'p yirtqichlarni cho'chitadi. Faqat yo'lbars suvilonni emas. Qurbaqaning zahri unga ta'sir qilmaydi. Tishlari bilan o'ljasiga o'z zahrini yo'llaydi u. Nafaqat qorni to'yadi uning, balki zahiraga ham zahar qo'shiladi. Zaharli qurbaqalar bilan oziqlanib, yo'lbars suvilonning o'zi ham zaharli bo'lib boradi. Biron bir yirtqich unga tashlanmoqchi bo'lsa, ana shu zahrini ishga soladi. Primoriya o'lkasining taxminan 166 ming kvadrat kilometr maydonini salkam 80% ni o'rmonlar tashkil etadi. Qirilib ketish yoqasida turgan bir necha turdagi hayvonlar uchun o'z uyi bu yer. Jumladan, sayyoramizdagi eng noyob mushuksimonlardan biri uchun ham. Yovvoyi tabiat qo'ynida atiga taxminan 70 ta uzoq sharq qoploni qolgan. Yashash maydonining qisqarishi, brakonyerlarning tajovvuzi bu qoplon turini qirilib ketish yoqasiga olib kelib qo'ydi. Uzoq sharqning mo'tadil iqlim o'rmonlarida yashashga ko'nikib, moslashib ketgan ular. Qishda taxminan 8 santimetrgacha boradigan qalin yungi issiqlikni yaxshi ushlaydi. Rangi esa boshqa jonzotlarnikidan yorqinroq bo'lib, qorda berkinishiga yordam beradi. Uzoq sharq qoplonlari o'z hududlarida yashaydi. O'lja kam payti ularning hududi salkam 380 kvadrat kilometrgacha yetadi. Urg'och qoplonlar hududi ba'zan qo'shilib ham ketadi. Ammo erkak qoplonlar o'z hududini tish tirnoq bilan himoya qiladi. Bu qoplon o'z hududida boshqa erkak qoplonni sezib qoldi. Bunga toqat qilib turmaydi-ku. Chaqirilmagan mehmonning ortiga qaytib ketishi uchun biroz vaqt beradi avvaliga. Olishuv jiddiy jarohatlar bilan va hattoki o'lim bilan ham tugashi mumkin. Shu bois qoplonlar o'z hududi chegarasini belgilab chiqishga harakat qiladi.
Daraxtlarni tirnab, belgi qoldirgan bu qoplon. Chaqirilmagan mehmon begona hududga kirib qolganini sezmasdan iloji yo'q. Agar u yaqinroq kelsa, olishuv muqarrar. Chegarani buzgan qoplon hammasini tushundi va birovning hududiga daxl qilmay, darrov daf bo'ldi. Uzoq sharqda kuz tugadi. Kunlar qisqarib bormoqda. Havo sovib ketyapti. O'rmonlarni qor va qahraton qoplaydi. Bu yerlarda yashash ancha qiyin bo'lib qoladi. Kech kirib, qorong'u tushgach, Primoriya o'lkasi o'rmonlarida ko'plab hayvonlar ovga chiqadi. Baliqchi ukki yer yuzidagi eng noyob va eng yirik boyqush turi hisoblanadi. Bo'yining uzunligi 75 sm gacha yetadi. Og'irligi 4,5 kilogramm. Qanotlarini yozganda uzunligi 2 metrgacha yoyiladi. Asosiy xislati shuning o'zigina emas. Ular juda mohir ovchi hamdir. Bu modda baliqchi ukki qirg'oq bo'yida o'tirib, suv sirti qachon harakatga kelishini kutmoqda. Ko'zi g'oyat o'tkir uni. Qolaversa, tovush yo'nalishini ham juda aniq ilg'aydi. Ko'zlari o'ljaga qadalgan. Baliqchi ukkining panjalari katta, tirnoqlari uzun va o'tkir. Silliq baliqni mahkam changallashga moslashgan ular. Noyabrdan to aprelgacha Primoriya o'lkasining tayga o'rmonlarini qor qoplaydi. Shamol Sibirdan sovuq havo oqimini olib keladi bu yerga va kun 20 darajagacha sovib ketadi. Qishki uyquga ketmaydigan hayvonlarga endi ancha og'ir bo'ladi. Qish oxirlab qoldi. Qishki uyquga ketgan hayvonlar asta g'imirlab uyg'ona boshlaydi. Mana bu hayvon yonutga o'xshab ketadi. Ammo itsimonlar oilasiga mansub. Qishki uyquga ketguvchi yagona it turi hisoblanadi u. Ko'p haftalar davomida uzoq sharqdagi yonutsimon itlar qish boshida yiqqan badanidagi yog' hisobiga kun ko'radi. Qishki uyqu payti modda almashinuvi jarayoni ularda 25% ga qisqaradi. Hozir yemish topish kerak-ku, yo'qotganlarning o'rnini to'ldirish uchun.
Yonitsimon itlarning yemishi xilma-xil bo'lib, o'laksi, hasharot, qurbaqa, mevalar va hattoki baliq bilan ham oziqlanaveradi. O'z juftini chaqiryapti. Kunlar iliy boshlashi bilan yemish ham ko'payadi. Mart oyi oxirlab qoldi. Uzoq cho'zilgan qishdan so'ng sovuq chekina boshlaydi. Kunlar ilib boradi. Uzoq sharq janubida qor va muz eriy boshlaydi. Kunlar uzayib qoldi. Quyosh ham nurini mo'lroq sochmoqda. Bahor eshik qoqmoqda. Demakki, butun borliqda jonlanish boshlanadi. Baliqchi ukki daraxt kavagida yashiringan polaponlarni parvarishlamoqda. Olti haftadan so'ng polaponlar katta bo'lib qoladi. Baliqchi ukkilar mehribon ota-ona hisoblanadi. Bu polapon uyasida taxminan 40 kuncha yashaydi. Uchishni o'rganib olganidan keyin ham yana bir necha oy ota-onasi uni parvarishlashdan to'xtamaydi. Ukki bolalari ota-onasining oldida 2 yoshgacha birga qoladi. Bu yerda ular ota-onasining ziyrak nigohi ostida ov qilishni o'rganadi. Keyin esa o'ziga mustaqil oshyon izlab uchib ketadi. Tez orada ular o'rmon yashirin xavf-xatarga to'la ekanini bilib oladi. Mana bu uzoq sharq uvulloq baqasi kuni kecha uyqudan uyg'ongan. Yuqoridan qarasangiz uni ko'rmaysiz. Lekin pastdan qizil yoki olovrang naqshli qorni ko'zga lop etib tashlanadi. Uzoq sharq uvulloq baqasi terisidan zahar ajratadi. Qorni yordamida esa shovqin soladi. Xavf paydo bo'lishi bilan bu amfibiya himoyalanish uchun o'zining rangdor qornini namoyish qiladi. Dushmanini shu bilan qo'rqitadi-da. Biroq hozir boshqa muammolar paydo bo'lgan. Qishi bilan uvulloq baqa o'rmon ko'rpasi ostida uxlagan. Hozir uning qorni och. Biron yegulik topish paydi u. Uvulloq baqa qo'ng'iz, chumoli, chuvalchang va boshqa hasharotlar bilan oziqlanadi. Boshqa qurbaqalardan farqli o'laroq, uvulloq baqaning o'ljani o'rab oladigan uzun, yopishqoq tili yo'q. Shu bois u pana joyda yashirinib yotadi. Uzoq sharq uvulloq baqasi ko'zga ko'rinmas ovchi. O'ljani tishlab olishi uchun unga yaqinroq borish kerak.
O'ljani ko'rib turibdi u. Tashlansa bo'lgani. Uvilloq baqa mayda tishlari bilan o'ljani mahkam tutadi. Tez orada bu qurbaqa suv tomon yo'l oladi, o'ziga juft topish uchun. Primoriya o'lkasining naq yuragidan yirik daryolarning ko'plab irmoqlari oqib o'tadi. Sixate-Alin tog'laridan g'arbda daryolar yo Amur tomon shimolga yoki uzoq sharqdagi chuchuk suvli ulkan ko'lga kelib quyiladi. Rossiya va Xitoy chegarasida ulkan Xanka ko'li bor. Uning maydoni 4000 kvadrat kilometr atrofida. Sayyoh qushlar uchun bu yer ularning Sharqiy Osiyodagi ko'payish maskanlaridan eng kattasi hisoblanadi. Ko'lda 52 turdagi baliq yashaydi. Zog'ora baliq, cho'rtan, laqqa shular jumlasidan. Shuningdek, Xanka ko'lida yana bir g'aroyib mavjudot yashaydi. Ko'l tubida ikki ko'z kishi bilmas qarab turibdi. Uzoq sharq toshbaqasining quvursimon uzun burni bor. U o'ljasini tutish uchun yashirinib olgan. Yonidan baliq suzib o'tyapti. Xotirjam suzib borayotgan baliqchi bunday mohir ovchi uchun osongina o'ljaga aylanadi. G'aroyib toshbaqaning qorni to'ydi. Shunga qaramay u yana tavakkal qilishga ahd qildi. U o'zidan-da mohirroq ovchilarning ko'z o'ngida tuxumlarni tashlab kelgan. Tavakkal ish natija bermasligi mumkin. Yonutsimon it uning bo'lajak bolalarini yeyayotganini tomosha qilishdan o'zga chorasi yo'q uning.
Bu yerda cheksiz o'rmonlari bilan dunyoga mashhur Gamov yarim orolida daraxtlar okean bilan tutashib ketadi. Tilib tashlangan qirg'oq atrofidagi suvlar hayvonot va nabotot olamiga boy. Yil davomida bu suvlarda xolli tyulenlarning katta to'dalarini ko'rish mumkin. Bu yerda ular yegulikka muhtoj bo'lmaydi. To'da bo'lib yashash bu mavjudotlarga ko'pgina imtiyozlar beradi. Birgalikda ular yirtqichlardan himoyalanadi. Yozda xolli tyulenlar quyoshdan bahra olib, qoyalarda yoqimli havo va iliq suvdan rohatlanib yotadi. Og'irligi 113 kilogramm keladigan bu hayvonlarning gavdasi u qadar katta emas. Uzunligi bor yo'g'i 1,5 metrga yetadi. Kalta orqa suzgichlari tayanib harakatlanishiga yordam beradi. Kichik old suzgichlari esa go'yoki rul boshqaruv vazifasini o'taydi. Har kuni xolli tyulenlar 7 soatdan 12 soatgacha quruqlikda bo'ladi. Toshlar orasidan qulay joy topish oson emas. Ayniqsa joy o'zi tor bo'lsa. Navbatini kutayotganlar hushyor bo'lishi kerak. Joy bo'shagach, sutkashlik qilish mumkin emas. Mana bu tyulen xarsang toshni egallashga oshiqmoqda. Ammo unga hech kimni ko'zi uchib turgani yo'q. Va chaqirilmagan mehmonni suvga itarib yuborishdi. Biroq u taslim bo'lmoqchi emas va darrov paytdan foydalanib qoladi. Bu xolli tyulenning qat'iyati o'z samarasini berdi. Endi quyoshda toblanib, mizg'isa ham bo'ladi. Iyul oyida Primorye o'rmonlarida ob-havo 22 darajagacha iliydi. Yapon dengizidan nam havo oqimi yopirilib keladi. Havo isib, dim bo'lib ketadi. Yomg'ir quyadi. Qo'ng'ir ayiqlar kunduzgi jaziramadan qochib, ertalab va kechqurun oziqlanishni ma'qul ko'radi. Yozda Ussuriya qo'ng'ir ayiqlari kam yemish yeydi. Botqoqlik yoqasidagi qamishzorlarni kavlab, yangi chiqqan mevalarni, sersuv ildizlarni izlaydi ular. Hasharotlar ham yemish o'rniga o'taveradi. Yozda ayiqlar ko'p vaqtini chumoli uyasini izlashga sarflaydi. Axir yuqori kaloriyali yemish deganida bu ular uchun. Hid bilish qobiliyatining nihoyatda kuchli ekani bois, ayiq
chumoli uyasini 30 metr naridan ham seza oladi. Ammo faqat chumoli yeb et to'play olmaydi u. Biroq oqsilga juda boy bu yemish yozning oxirlarigacha unga ancha mador bo'ladi. Bu paytda esa baliq ko'payadi. O'sha baliqlar hisobiga ayiq bemalol qishdan chiqa oladi. Xanka ko'li sokin. Lekin yaqin 24 soat ichida bunda hasharotlar birdan keskin ko'payadi. Yoz bo'yi qisqa umrlilar ko'l tubida lichinka bosqichida yotgandi va o'z evrilish chog'ini kutgandi. Endi esa ularning vazifasi bitta: nasl qoldirish. Ularning umri juda qisqa. Va million qisqa umrlilar suv uzra g'ujg'on ura boshlaydi. Keyin esa tuxum qo'yadi-yu, o'ladi. Oradan roppa-rosa 1 yil o'tib, ularning avlodi ham ana shu tarzda havoga parvoz qilib o'z vazifasini bajarishga kirishadi. Tez orada Rossiya uzoq sharqida kunlar soviy boshlaydi. Qisqa yoz oxirlamoqda va butun mavjudot yana uzoq davom etguvchi qahraton qishga hozirlik ko'ra boshlaydi. Uyquga ketguvchi yonutsimon itlar va uzoq sharq uvulloq baqasi, yirik ukkilar va dunyodagi eng katta yo'lbarslar. Uzoq sharqda sayyoramizdagi eng noyob hayvonlar yashaydi. Shimoldagi tog'li taygalar asta janubdagi seryomg'ir o'rmonlarga tutashib ketadi. Ko'plab jonzotlar bu o'lkada o'zlariga oshyon topganlar. Mamlakatning biologik xilma-xillikka eng boy hududi bu. Rossiya uzoq sharqi sayyoramizning tom ma'nodagi eng so'nggi, sirli va jumboqli, g'aroyib go'shalaridan biridir. Film Dunyo bo'ylab telekanalida o'zbek tiliga o'girildi.